أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hörmetli qarindoshlar, bugungi darsimiz asos jihatdan mush islomni so'ygan, iymonni so'ygan, Qur'oni Karimni so'ygan, Muhammad sallallohu alayhi va sallamni so'ygan, o'zining dinining g'amini yotgan o't yurak qarindoshlarimizga yuragimizdan chiqqan bir necha so'zni qilamiz. Anandan keyin sizlarningki gapinglarni o'stinshaymiz qarindoshlar. Endi men balkim bu mening sizlarga qilgan, mendek bir bilimsiz, mendek bir nodon ininglarningki sizlarga qilgan bir nasihat bo'lib qolsin. Endi nasihat bu emas, chunki mening nasihat qildik salohiyatim bormi yo'qmi buni bilmayman. Lekin mendek bir qarindoshinglardan sizlarga qilingan bir oddiy bir so'z bo'lib qolsin. Endi biz bu dunyoda yaşaydı ekanmiz ve şundaqla bu dünyada yaşayan bir mümin musulmanның tüp gayesi bolsa qarindoshlar, muş hayatlıqda Allah Celle Celaluhu'nun rizalığı üçün yaşaş. Yani bu qısqığın hayatta Allah rizalığı üçün yaşaş. Her bir musulmanның hayatındaki en büyük gaye Allah rizalığı üçün yaşaş. En zor nişan bolsa şu Allah rizalığı üçün bu dünyada yaşaş. Çünkü biz bu dünyada Allah rizalığı için yaşasak, Allah subhanahu ve taala bizge kıyamet günüsü aynen cevabını qaytırdı. Ben sizlerge ahiret dersi sözledim. Allah subhanahu ve taala cennetil firdevsiga, cennet ehliga salamıga kelip, cennet ehliga deydigan gepi, men sizlerden razı bulup kettim, buningdan keyin sizlarga hergiz g'azab qilmayman deb birinchi anlatadigan so'zim shu bo'ladi. Shuning uchun shu jannatul firdavsda Allohning ey bandalarim men sizlardan rozi bo'lib ketdim degan shu mukofotga erishish uchun bu dunyodagi har bir mu'min musulmonning tub g'oyasi, eng muhim zo'r nishoni bo'lsa Alloh rizoligi uchun yashashdir qarindoshlar. Endi biz bu Allohning rizoligiga faqat Alloh muvaffaq qilsa ondan erisha olamiz. Xo'sh, qanday qilganda Alloh bizni o'z roziligiga erishishga muyassar qildi? Mana buni bilishimiz kerak qarindoshlar. Qanday qilgan chaqda Alloh subhanahu va taolo bizga o'zining rizosiga erishishdan iborat bu yo'lni oson qilib berdi. Alloh rizoligiga erishtiradigan birdan bir yo'l bo'lsa qarindoshlarimiz, niyatimiz xolis bo'lish, niyatimiz sop bo'lish, ko'nglimiz nafs xohishining, havoyi havasning, shaxsiy g'arazning har xil Alloh yaxshi ko'rmaydigan nishon istaklardan xoli bo'lish, sop bo'lish. Men sizlarga shunda deyman qarindoshlar. Bu mening sizlarga qilgan nihoyatda oddiy nasihatim. Sizlar oqshimi yotgan vaqtinglarda, atigini o'rningdan turgan vaqtinglarda Allohning sizlarni va bizlarni o'zining to'g'ri yo'lga muyassar qilish uchun mayli oqshimiz yotqanga borayli, mayli atigini yotgandan turayli, haqiqat ustida tavranmay iymon iroda ato qilishni samimiy qalbimizdan tilaylik qarindoshlar. Oqshimiz yotganda bir qatim tilaylik, ey Robbim, haqiqat ustida yashab, haqiqat ustida ketishimni nisb ayligi deb yotganga berishdan burun chuqum Alloh subhanahu va taolo bo'lgan bir to'xtamimizni yanglab o'taylik qarindoshlar. Va shundaqla atiginsi o'rnimizdan turgandimi sirtqa chiqishdan burun, har qanday bir ishni qilishdan burun, ey Robbim, meni o'zingning rizoligiga erishtiradigan yo'lga muyassar qilgin. Haqiqat ustida, dini islom ustida tavranmas iymon, ishonch, iroda ato qilgin deb samimiylik qalbimizning ash cho'nqur yerdan tilashni o'zimizga odat qilaylik qarindoshlar. Endi men yerda yana takrorlayman. Mushu Alloh Jalla Jalaluhu bilan banda o'ttirsidagi aloqaning eng muhim nuqtasi banda samimiy bo'lish qarindoshlar. Chunki bu samimiylikni faqat Alloh bilalaydi. Shun Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo yawma tublas sarair deydi. Ya'ni qalbidagi ishlar oshkorlansa deydi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bizning qalbimizning cho'nqur yerdagi ishlarni biladi. Shuning uchun attiginsi oqshimisi Alloh bilan bo'lgan ahdimizni yangilagan vaqtida noit samimiy sadoqatlik bo'lish qarindoshlar. Endi buningdan muhimi qalbimizda Allah yomon ko'rdigan ishdan xoli bir yotqanga borsak. Ash yotqan kirgan vaqtida, uxlagan vaqtida biz Allah bir yomon ko'rdigan ishni niyat qilmay, o aytiman ki qufib qolsam manda qilma deb
bir xil Alloh g'azablanadigan ishni niyat qilmay, balki Alloh bizdan rozi bo'lgan bir yaxshi ishni niyat qilib, oqshimisi yotqanga borsak qarindoshlar. Atiginsimcho, atiginsim men degandek oqshimisi nima niyat qilgan bo'lsak, shuni niyat qilsak, ondan Alloh bizni o'zi rozi bo'lgan yo'lga yetaklaydi. Bu muhim masala qarindoshlar. Men sizlarga qanday tushuntiramadim uqmayman. Ya'ni men sizlarga qilgan tavsiyam oqshimisi yotqanga borganda, atiginsi o'rnidan turganda har qanday ishni boshlashdan burun Alloh bilan bo'lgan ahdimizni bir qatim yanglaydi. Oqshimisi yotqanga borgan chaqda cho'qim ey Robbim, meni yaxshi ishga muvaffaq qilgin, iymon islomga muvaffaq qilgin, sening rizoligingga erishishga muvaffaq qilgin deb ko'nglimizdan Alloh rozi bo'lmaydigan har qanday niyat maqsadlarni yo'q qilib o'tib, Alloh yomon ko'rgan ishni qiladigan niyat maqsadlarni yo'q qilib qalbimizni saqlab uxlaydi. Atiginsimi o'rnimizdan turgan vaqtida mushundoq o'rnimizdan turayli. Bizda bu ish kunda 2 qatim takrorlansin. Mana bu sizlarga qilgan tavsiyamninki birinchi nuqtasi shu qarindoshlar. Endi biz shuni bilishimiz kerakki qarindoshlar, biz faqat Allohning marhamati bilan yaxshi ishga muvaffaq bo'la olamiz. Faqat Allohning marhamati bilan Alloh yomon ko'rgan ishdan yana olamiz. Hatto Alloh subhanahu va taolo Qalam surasida Yunus alayhisalomga xitob qilib, "Laula an tadarakahu ni'matu robbi" dedi emasmi? Agar shu Yunus alayhisalomni Allohning ne'mati qutqizgan bo'lgan bo'lsa, lanubiza bil ara'i wa huwa mazmum deydi. Ya'ni Yunus alayhisalomning Allohning rahmat qutqizgan bo'lsa degan bir payg'ambarga shunday degan yerda siz bilan bizmi faqat Allohning marhamati, Allohning bizga bo'lgan mehribonligi bilan yaxshi ishga muvaffaq bo'la olamiz. Alloh yomon ko'radigan ishdan yana olamiz qarindoshlar. Bu nuqtam kallangdan chiqib ketmaslik kerak. Chunki Alloh jalla jalaluhu bizdan behojat. Alloh jalla jalaluhu bizning toat ibodatimizdan behojat. Balki biz Allohga hamisha hojatlik. Davomliq muhtojimiz. Bir daqiqa, bir sukunat Allohdan behojat yashamaymiz qarindoshlar. Men deyman, mushu jahonninki untulush bo'linglarda diniy aqidasi, kimligi, insoniy haq-huquqi uchun tinimsiz jafo mushaqqat tortayotgan ey Uyg'ur mu'min musulmon qarindoshlarim. Sizlar oqshimi yotqanga borganda, "At falon ishni qilman" deb Alloh rozi bo'ladigan bir ishni ko'nglingizga pukib, Alloh norozi bo'ladigan bir ishni ko'nglingizga pukib ketmanglar qarindoshlar. Men inshaalloh at qopsam deb Alloh yomon ko'radigan bir ishni niyat qilib, hargiz bunday niyatlar yotqanga bormanglar. Ham atigirini saharda o'rninglardan turganda ham Alloh yomon ko'radigan bir ishni qilman deb niyat qilib bir kuningni bu yomon niyatlan boshlamanglar. Balki uxlashdan burun atigini o'rninglardan turganda Alloh yaxshi ko'radigan ishlarni niyat qilinglar. Alloh eng yaxshi ko'radigan ish din xizmati, musulmonlarning xizmati qarindoshlar. Alloh eng yaxshi ko'radigan ish din xizmati va musulmonlarning xizmati. Shuning Rasul akram sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda ahabbul a'mali ila Alloh sururun tudkhiluhu ila qalbi muslim deydi. Alloh eng yaxshi ko'radigan ish bir musulmonning qalbiga xushallik bag'ishlash deydi. Eng aqallisi bir musulmonga tabassum qilib qarab, shularga mehrimiz bilan qarab, bir musulmon biz sababli qalbida bir xushallik his qilib qolsa, mana bu eng Alloh yaxshi ko'radigan ish deydi. Shuning uchun sizlar Alloh nimani yaxshi ko'rdiganda deb qalsanglar, Alloh o'zining diniga xizmat qilgan va mu'min musulmonlarning xizmatini qilgan odamni bak yaxshi ko'radi. Chunki mana bu payg'ambarlarning xizmatidir qarindoshlar. Shuning uchun dangliq peshqadam sahobiy Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu nima degan desanglar, an asira fi hajati akhi ahabbu ilayya min al-julus lil-i'tikafi fil masjid 40 yawman deydi. Sahabining gapi. Men bir musulmon qarindishimning hojatini ravo qilish men uchun 40 kun masjidda itkobda o'ltirgandan suyumlik deydi qarindoshlar. Ya'ni men 40 kun masjid itkobda o'ltirishdan bir musulmonning hojatini ravo qilishni hammadan yaxshi ko'raman, shu ish men suyumlik deydi. Mana sahobalarimiz dinni mushunda tushungan qarindoshlar. Biz bir musulmon beshiq kunchisa, bir musulmon bizga ehtiyoji bo'lsa, biz shu musulmonning ishini qilib bersak,
bizning masjidda o'tirib Qur'on o'qib, ro'za tutib, masjidda zikr etib, namoz o'qishimizdan afzal deydi sahobalar qarindoshlar. Mana buni obdan tushunaylik qarindoshlar. Mana biz yotganda, qo'pqanda mushundaq yaxshi ishlarni ko'nglimizga puksak, ota-onamizdan bizni yurikning cho'nqur yerlaridan ko'ydigan opimizdan necha ming hassi mehribon Alloh, sehirligi cheksiz Alloh, buyukligi tangdossiz Alloh, Rabbimiz shu ishlarni qilolmay qolsaqmi qarindoshlar, shu ish qanday qiladi? Ajr beradi. Oqshimiz niyat qilib, Alloh xolisa men ata Alloh rizoligi uchun yashayman, bir savobli ishlar qilaman, qulimdan nima kasb qilaman deb mush niyat bilan yaxshilikni o'ylab, musulmonlarga yaxshilikni o'ylab mushunda qilsaqmi, tangdossiz hammadan saxi nihoyatda shafqatli mehribon Alloh bizning shu qilgan ishimizni qilolmay qolsaqmi qanday qildi? Ajr beradi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadisda buni bayon qilgan, hammanglar bilsizlar. Man hamma bil hasana deb kimki bir yaxshi niyat qilgan bo'lsa, shuni qilolmay qolsa uning ajri yoziladi. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda innalloha la yudi'u ajral muhsinin degan oyat bor. Alloh yaxshi ish qilganlarning ajrini zoya qilmaydi. Mushadiki sizning shu yaxshi ishga oqshimiz yotqanga borganda, atginsi o'rningizdan turganda, mushu yaxshi ishga niyat qilishimiz qarindoshlar, mushu samimiy bo'lsa, biz haqiqiy chin ko'nglimizdan mushuni puksak, mayli atginsi uydan chiqishdan burun, mayli oqshimiz yotqanga berishdan samimiy mushunda yaxshi ishlarni o'ylab, men ati inshaalloh faloniga da'vat yetkazma. Ati inshaalloh faloni bir kasal voqea doktorxonada yo'qlab kelaman. Ati Alloh xolisa 5 vaqt namozni masjid jamoat bilan o'qiyman deb mushundoq ko'nglimizga shundoq yaxshi ishlarni pukib yozsak, ba'zi bir sabablardan yoki insoniy ojizliklardan agar bu ishni qilolmay qolsakmi, mana marhamatli Robbimiz bizga ajr beradi deydi qarindoshlar. Hamda bu Alloh rizoligiga erishish musulmonlarning tub nishoni, tub g'oyasidir. Hamda bu Alloh rizoligiga erishishga ikki yo'l bor qarindoshlar. Bu yo'lning birisi qalbga aloqador, birisi bizning amaliy ish-harakat qilishimizga aloqador bo'ladi. Buni obdan bilib olinglar. Ammo qalbga aloqador, masalan qalbga aloqador deganimiz Allohni suyish, Allohning rasulini suyish, mushuningga aloqador ishlarda uzri yo'q qarindoshlar. Shuni Alloh subhanahu va taolo ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatih Ali İmran surasining 102-oyatida ey mu'minlar sizlar Allohdan haqiqiy ravishda qo'rqinglar dedi. Mana Allohdan qo'rqish qalbga aloqador masala bo'lganlikdan, bu sizning qalbingiz faqat sizga mansub, hech kim kontrol qilolmaganlikdan ma ishda faqat uzr yo'q qarindoshlar. Mana bilavering. Ma qalbga aloqador ibodat, Allohdan qo'rqish, Allohdan ayminish, Allohni ulug'lash, Alloh taqvolik qilish, mush qalbga aloqador ibodatlarda hech qanday uzr yo'q. Oqshimisi sizga nima ketadi yotqanga borganda bir yaxshi niyat qilsangiz. Atginsi o'rningizdan turganda yaxshi niyat qilsangiz sizdan nima ketadi? Buni qilmasangiz buningda uzr yo'q. Chunki Alloh nima dedi? Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatih. Allohdan shu Allohning ulug'i loyiq ravishda aymininglar qo'rqinglar deydi. Buni bilishimiz kerak. Ammo ish-harakat, amaliy ish-harakatga aloqador bu masalalarda buningda uzr bor. Chunki Alloh subhanahu va taolo Tag'obun surasining 16-oyatida fattaqulloha mastata'tum deydi. Qo'lingdan kelishi Allohga taqvodorlik qilinglar. Ma amalga kelgan chaqda qo'lingdan kelishi Allohga taqvodorlik qilinglar deydi. Ammo qalbga munosabatli ibodatlar kelgan chaqda chuqur voyiga chiqirib Allohning ulug'ligiga yarasha taqvolik qilinglar deydi. Ma masalani tushunishimiz kerak qarindoshlar. Shuning uchun har qanday bir musulmonning qalbida Allohga, Allohning rasuliga va Allohning diniga muhabbat bo'lish kerak qarindoshlarim. Mana bu qalbning amali. Har qanday bir musulmonda Allohga, Allohning rasuli Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, barliq payg'ambarlarga, sahobalarga la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh degan mu'minlarga qalbining cho'nquriyadan hurmati, muhabbat bo'lish kerak. Allohning ulug'ligidan ayminish kerak. Allohning rahmatidan umidvor bo'lish kerak. Mana bu qalbning amallari qarindoshlar. Qalbning amallaridan shunama Allohni suyish, Allohning dinini suyish, Allohning payg'ambarini suyish, sahobalarni suyish, musulmonlarni suyish, ikkinchisi Allohdan ayminish, uchinchisi Allohdan rahmatidan umidvor bo'lish. Men tugashdim, men Alloh qaramaydi, men do'zaxi deb mandaq Allohning rahmatidan umid uzgan odam bo'lsa, bu shayton xislatlik odam, shayton suratlik odam. Faqat shayton Allohning rahmatidan umid uzadi. Mu'min musulmonlar
Allohning rahmatini umid uzmaydi. Mana bu qalbga aloqador bu masalalarda uzri yo'q qarindoshlar. Bu Allohning rizoligiga erishish maqsad qilganda bu masalani bilib olishimiz kerak. Endi biz dedik, o'zini bir mu'min, musulmon deb atagan har bir musulmonning qalbida Alloh va Allohning rasuli va Allohning dinini suydigan bir asl xislat bo'lish kerak. Allohning rahmatidan umidvor bo'lish kerak. Allohdan ayminish kerak edi. Endi mushu sifatli qalb sil bizda bo'lsa qarindoshlar, yoki mushundoq sifatni biz o'zimizda o'zlashtirsak, biz mushundoq qalb ega bo'lsak, chuqum bizning ish harakatlarimizda, gap so'zlarimizda mana bu xislatning amaliy ifodasi ko'rildi va ko'rilish kerak qarindoshlar. Allohni so'ysingiz, Allohning rasulini so'ysingiz, dinni so'ysingiz, islomni so'ysingiz, musulmonni so'ysingiz, Qur'oni Karimni so'ysingiz, Rasul akram sallallohu alayhi vasallamni so'ysingiz, buning ifodasi amaliy ish harakatda, gap so'zda, ilm bilimda, kishilik munosabatda, tijoratingizda chuqum ifodalandi qarindoshlar. Agar ifodalanmasa, mana bizningki so'ygimiz saxta so'ygi bo'ladi. Allohga bo'lgan so'ygimiz saxta bo'ladi. Rasulullohga bo'lgan so'ygimiz saxta bo'ladi. Hammamiz saxta bo'ladi qarindoshlar. Endi sizlar so'rashinglar mumkin. Mushu Alloh va Alloh rasulini so'ygan, Allohdan aymingan, Allohning rahmatidan umidvor bo'lgan odamda qanday bir xil ruhiy holat, qanday bir alayda ahvoli bo'ladi deb so'rasanglar, men shunda deyman, bundaq odamda davomliq mushu yaxshi ish qilish moyilligi bo'ladi qarindoshlar. Yaxshi ish borkan desa qalbida shu yaxshiga qatnashish yoki davomliq yaxshilik qilish, savobli ishni qilish moyillik bo'ladi. Mana mushunda moyillik sildi bo'lsa, demak sizning qalbingizda Allohning muhabbati, Rasulining muhabbati, dinining muhabbati borkan desak bo'ladi. Bu bir oddiy diagnoz qo'yish qarindoshlar. Hamda men deyman qarindoshlarim, Allohning rizoligiga erishish har bir mu'min musulmonning g'oyasi dedik. O'ylab baqila. Allohning muhabbati qalbimizda bo'lsa, Allohdan ayminish bo'lsa, Allohning rahmatidan umidvor qalb bizda bo'lsa, Allohning ulug'ligini his qilgan qalb egisi Allohu akbar deb azonni anglasa, darhol masjidga mang'ira qarindoshlar. Shunda Allohu akbar, Alloh hammadan ulug' degan ovozni anglab masjidga mangmasligi mumkin emas, balki Allohdan hayo qilib chuqum Allohu akbar degankin darhol azon chiqqan masjidga qarab mang'udi. Bu qalbida Allohning muhabbati va Rasulullohning muhabbati va bir musulmon Allohning ovoziga, chaqirqiga ovoz qo'shmay masjidga bormaslikdan chuqum Allohdan hayo qildi qarindoshlar. Mushundoq qalb egisi oqshimi yotganda men atgillikka bomdat qo'pmayma deb niyat qilib yetishdan chuqum Allohdan hayo qildi. Bu xildagi qalb egisi qarindoshlar bir necha kun Qur'onni qo'lga olmaslikdan, Qur'onni oz to'li bo'lsa-mu, bir necha oyat bo'lsa-mu tilovat qilmaslikdan Allohdan hayo qildi qarindoshlar. Biz davatgan bu sifatli qalb egisi ota-onasi shu insondan bir narsani talab qilsa, onasi shu insondan bir ishni qilishga buyursa, bu ota-onasining talabini bijo keltirmaslikdan Allohdan hayo qiladi. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Vasaynal insana biwalidayhi ihsana." Biz insonlarga, ota-onalarga voyiq yetkazib yaxshilik qilishga tavsiya qildik deb Alloh bizga nasihat qilyapsa, bu qalbida Allohning muhabbati va Allohning rizoligini ko'zlagan bir musulmon ota-onasining chaqiriqiga ovoz qo'shmaslikdan Allohdan hayo qiladi qarindoshlar. Bu sifatli qalb egisi bir kunning ko'pinchisida Allohni unutib, bir kunning noyda oz vaqtlarda Allohni esiga olishdan hayo qiladi qarindoshlar. Chunki Alloh subhanahu va taolo va la zikrullohi akbar deydi. Allohni aslash, Allohni yodib turish eng ulug'liq, eng kattalikdir deydi. Ya'ni Allohni zikr qilishdan cho'ng bir ulug'liq yo'q da'vatsa, bir musulmon 24 soat yashab, 24 soatning ko'pincha vaqtlarida Allohni unutib yashab, noiti bir oz vaqtlarda Allohni esiga olib yashashdan bunda qalb egisi cho'qim hayo qiladi. Mana bunda sifatli qalb egisi kunlar o'tib, oylar o'tib, qilmishlariga,
samimiy tavba qilmaslikdan Allohdan hayo qiladi qarindoshlar. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Alloh tavba qilguvchilarni, gunohini to'nug'uchilarni, Allohning qo'yniga o'zini otqanlarni yaxshi ko'radi deb tursa, Alloh hamd sano etganlarni, yilinib, sarılinib, beshini sajdaga qo'yganlarni yaxshi ko'radi deb tursa, bu mu'min musulmon hargizmi Allohdan hayo qilib, bir necha kunni, bir necha oylarni gunohini tövbe qilmay o'tkazishi mumkin emas qarindoshlar. Bundaq Allohning muhabbati, Rasulullohning muhabbati, islomning muhabbati qalbiga o'zlashgan musulmon Allohni boshqalarga tunishtirmay yashayolmaydi qarindoshlar. Allohning dinini boshqalarga tashviq qilmay yashayolmaydi qarindoshlar. Bu mumkin emas. Chunki u Allohdan hayo qiladi. Chunki biz nima dedik? Allohning muhabbati bo'lish kerak, Allohdan aymanish kerak, Allohning rahmatidan umidvor bo'lish kerak. Bu qalb egisi mumkin emas. Allohni boshqalarga tunishtirmay, Allohning ulug'lig'ini boshqalarga so'zlab bermay, Allohning dinini tashviq qilmay, oqshimiz yotqonga berib uxlab qolishdan hayo qiladi qarindoshlar. Biz dedik, Alloh jalla jalaluhu Allohni boshqalarga tunishtirganlarni bak yaxshi ko'radi dedik. Nimishqa desa, Alloh jalla jalaluhuning 124 ming payg'ambarlarning hammasi hayotini insoniyatga olamning Rabbi bo'lgan Allohni tunishtirish bilan o'tkazgan. Barligini mushu yo'lga otgan qarindoshlarimiz. Hamda Allohning rahmati bilan bizning mushu darslarimizni mush yoshlarimiz nəhayət ko'p anglayotdi. Bularga inkas qilganlarmi ko'pincha yoshlar. Shuning uchun ey musulmon yoshlari, mush darsni anglayotgan qarindoshlarim, keyin mayli lenta bilan anglagan qarindoshlarim, men sizlarga shunda deb bir tavsiya qilay. Sizlar oz bo'lsa-mu kunda oz to'la bilim olishga vaqt ajratinglar. Ular kunda bo'lsin, jinim qarindoshlarim kunda yarım soat, 10 minut, 5 minut, soat kunda ozroq bilim olishga vaqt ajratinglar. Chunki Uyg'ur mu'min musulmonlarining najotlik yo'li bilimdan keladi. Men buni keskin qilib aytalayman qarindoshlar. Bizning najotligimiz bilim bilan bo'ladi. Shuningga Alloh subhanahu va taolo birinchi bo'lib bu ummat Muhammadiyaga o'qinglar degan oyat nazil qilgan. Shuning uchun sizlarga birinchi qildigan vasiyatim kunda zod oz bo'lsa-mu bilim olishga vaqt ajratinglar. Ikkinchi qildigan vasiyatim kunda bir oyat bo'lsa-mu Qur'onga ko'z yugurtinglar. Mayli bir oyat o'qsanglar mayli, yarim bet o'qsanglar mayli, bir bet o'qsanglar mayli, chunki kunda bir qatim Qur'on bilan bir qatim qo'l tutishinglar qarindoshlar. Ey Qur'onga faqat qarashning o'zi qarindoshlar bir ibodat. Qur'onga qarab bunda qarab o'qishga bilayotsin. Qur'onga shunda mau Allohning kalomi degan nazar bilan qarab baqinglar, yuraginglar qanday qildi qarindoshlar. Sizga uchinchi qildigan vasiyatim, agar ota-onanglar hayot bo'lsa yoki ota-onanglarning bir so'zim hayot bo'lsa, mayli oddiy ish bilan bo'lsa-mu, ota-onanglarning roziligini olinglar. Ko'ngliga xushallik bag'ishlanglar. Va kunda bir qatim zot ota-onanglar baka kunda bir qatim mushni qilishga tirishinglar qarindoshlar. Ibn Abbas radhiyallohu anhuning qishig'a bir odam o'ltirgan qotil kelib, ey Ibn Abbas radhiyallohu anhu, ey ustoz, men odam o'ltirib qo'ydim. Men qanday tövbe qilishim kerak degan vaqtida sening ota-onang bormi deb so'ragan. Ota-onam yo'q desa, ams unda bo'lsa sen ko'p istig'for etib, nayt samimiy bilan tövbe qilin degan. Endi mush so'rinda Ibn Abbas radhiyallohu anhuning eng cho'ng shogirdi bo'lgan Ata ibn Rabah degan islom tarixida mashhur shaxs. Mush Ata ibn Rabah degan shogirdi masjid chiqsa birga chiqib, ey Rasulullohning tog'asining o'g'li, ey ustozim, siz nima uchun bu qotil odamdan ota-onang bormi deb so'radingiz degan vaqtida, men Alloh subhanahu va taoloning dargohida mushu ota-onaga yaxshilik qilishdanmi cho'ng bir ibodatning borligini bilmaydi ekanman deb javob bergan qarindoshlar. Men Allohning dargohida eng ulug' ibodat mush ota-ona qilingan yaxshilik deb bilaman. Shuning so'radim degan. Shuning uchun mening sizga qildigan tavsiyarim, kunda bir qatim ota-onanglar hayot bo'lsa, ota-onanglarning birisi hayot bo'lsa, mushularga bir yaxshilik qilib,
shularning roziligini elishni o'zingizga odat qilinglar. Yana bir qiladigan tavsiyalarim qarindoshlar. Dininglar uchun, Uyg'ur musulmonlar uchun kunda ozroq bo'lsa-mu bir yaxshi ish qilib biringlar qarindoshlar. Kunda mushunda odatlaninglar. Men bugun Uyg'ur musulmonlar uchun nima ish qildim? Dinim uchun nima ish qildim deb kunda ozroq vaqtini Allah sana 24 saat fursat bersa, Allah sana 24 saat hayatlık berganda, şunun daqiqalari, minutlari, yarım saat dinin üçün, musulmonlar üçün bir has qo'shishni men sizlarga tavsiya qilaman. Ma yoshlarimiz ma gapni o'ta anlanglar. Alloh rahmat qilsin. Agar yoshlarimiz mana bu vasiyatga amal qilsanglar, Alloh subhanahu va taolo chuqum sizlarga dunyo, oxiratda nijotlik beradi. Men dedim, sizlar oldinglar. Endi amal qilmaslik o'zimizda qoldi qarindoshlar. Men oddiy oz bo'lsin kunda bilim olishga vaqt chiqaringlar. Oyda o'zingizga 2 kitob o'qishni o'lcham qilinglar. Bir kitob din haqida, bir kitob boshqa ommaviy bilim haqida 2 kitob o'qinglar. Kunda bir oyat bo'lsin Qur'onning betini chuqum echinglar. Ota-onanglar hayot bo'lsa yoki ikkisidan birisi hayot bo'lsa, kunda shularning bir qatam qalbiga oddiy usullar bilan, tatliq gaplar bilan, erkilashlar bilan shularning qalbiga xo'shallik berishinglar. Oxirsida dininglar uchun, Uyg'ur musulmonlar uchun 24 soat ichida oz bo'lsa-mu, oddiy bo'lsa-mu, mush dinning taraqqiyoti, musulmonlarning taraqqiyoti, musulmonlarning erkinligi, musulmonlar uchun oz to'la nima qila olsanglar, o'zinglarning moddiy va ma'naviy imkoniyatiga yarasha bir ish qilishga odatlaninglar. Mana bu sizlarga qildigan maxsus mu'min musulmon o'g'il qiz yoshlarga qildigan vasiyatim qarindoshlar. Sizlar kichik ishga, bu kichik ish bilan nima bo'ladi deb bu savobni kichik ko'rmanglar qarindoshlar. Kim biladi? Sening eng oddiy bir kichik ishing sening dunyo oxiratda nijot topishingga sabab bo'lganligini kim biladi? Balki shu ishing sening jannat kirishingga sabab bo'lganligini kim biladi? Biz hadis shariflarda o'qiydigan bo'lsak, Banu Isroilda ko'chaga chiqib qolgan bir ayol usiz qolgan bir ishni sug'urib qo'yish bilan jannatga o'tib ketganlik haqida Rasul akram sallallohu alayhi vasallam bizga xabar berdi qarindoshlar. Shuning uchun men bunchalik ishni qilmaya cho'ng ish qilma deb shaytonning oldam xaltasiga tushmanglar. Chunki bu shayton la'nati sizlarni qildimaslik uchun ba'zi musulmonlarni shunda aldaydi. Sen bu 10 ko'y 20 ko'yni dinga qashlama, sen avaroma, sen degan cho'ng ish qilsa 10 ko'y 20 ko'y 100 ko'y 1 ming ko'y degan oddiy musulmonlik qilsa bo'ldi. Sen millionlab pul qashlaygancha qilsa unga pul qashlamaydi deydi. Sen manda oddiy ishlarni qilma, opalı o'qitma, bu o'yga ishga bo'lib, unda oddiy ishlarni qilma, sen cho'ng maktab selib, ulug' ishni qilgan sen odam deb mushunda aldaydi. Shuning uchun men sizlarni ogohlantirma. Yana ogohlantirma, savobli ishni hargiz kichik sanamanglar. Og'zinglardan bir kalima so'z chiqarmoqchi bo'lsanglar, bu so'z Allohning roziligiga olmaydigan so'z ekanligini his qilsanglar, yoki mush bir so'zni qilmoqchi bo'lsanglar, bu so'z sizlarni Allohning rizoligidan yiroqlashtirgan his qilsanglar, bu so'zlarni og'zinglardan chiqarmanglar. Va shundaqla har qanday bir gunohni ham kichik chaqlamanglar qarindoshlar. Kim biladi, shu kichik gunoh sizlar bizning dunyo oxiratlik halokatimizga sabab bo'lamdi. Buni kim biladi qarindoshlar? Balki biz tarixlarda va hadis Rasulullohni o'qiydigan bo'lsak, biz eng oddiy degan bir ish shu insonning do'stga bo'lish sabab bo'lgan bir ayol bir mushni uyga sulab qo'yib, "Voy, mush degan nima deb demisim hozir bir mush degan nima qarindoshlar? Biz ashta o'ylaymiz. Shu mushni osh qo'yib o'ltirib qo'yibdi. Shu ayolning o'qigan namoz, zakot hech nimasi dal bo'lmay, do'zaxga olib ketganlik to'g'riliq Rasul akram sallallohu alayhi vasallam bizga xabar bergan. Shuning uchun gunoh ma'siyatnimi bu oddiy ish qo'dab hargiz sal chaqlamanglar, kichik chaqlamanglar. Chunki Rasul akram sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda munofiq deydi. Munofiq bir gunohni buni qunvogan chivindak shundaqlik uchib ketgan chivindak qaraydi deydi. Ya'ni munofiqning sifati bu. Munofiq bir gunoh o'tkazsa, bir gunohni, voy bu qanchalik oddiy ish qo'dab, bunda buni chivin qunib olsa, chivin mandaqda uchib ketadi, shunda oddiy ish deb qaraydi.
Ammo bir mu'min musulmon bir gunohni o'tkazib qolsa, u gunoh garchi shunda kichik gunohdek bo'lsa-mu, xuddi cho'ng bir tog' shu musulmonning beshi tug'andek. Har minut, har sekund shu tog' ash musulmonning beshiga tushib ketish ehtimoli bordek, mushunda his qiladi. Mana bu mu'minning sifati, mana bu munofiqning sifati deb Rasul akram sallallohu alayhi vasallam hadisda mushunda degan qarindoshlar. Har qandoq yaxshi ish bir yaxshi ish bo'ldi ekan degan gapni anglasanglar, voy palon yerda yaxshi ish bo'ldi ekan, palon vaqt yaxshi ish bo'ldi ekan desa, u yerdan hargiz qilib qolmanglar qarindoshlar. Chunki Allohning rahmati ko'pchilik bilan billa, jamoat bilan billa, Allohning rahmati uyushqan bilan billa. Biz palon yerda yaxshi bo'ldi ekan desa, voy paloni qila, men bormasam bo'ladi demanglar. Zodi har qandoq yaxshi bo'lsa, mening zodi ashaga hech bo'lmasa bir kishi kassan bo'lsin danglar. Chunki Allohning rahmati mushtaq kollektiv ibodat qilgan joyga tushdi qarindoshlar. Kollektiv islom xizmat bo'lgan joyga tushdi. Yolg'iz musulmon bo'lmanglar. Sizga yana bir qilgan tavsiyalarim qarindoshlar. Mushu Allohningki og'amchisi bo'lgan Qur'oni Karimga asilib, mush ittifoqni saqlash. Mushu musulmonlar ichidagi tafriqchilikni va tafriqiga sabab bo'lgan har qanday ishdan jiroq bo'linglar va mushundaq ishlarni undidar taqatmanglar va mushundaq ishlarga sabab bo'lmanglar qarindoshlar. Musulmonlarning bo'linishiga sabab bo'lgan har qanday ishqa yo yaqindan yo jiroqdan siz yordam bo'lib qolmanglar. Hatto jinim qarindoshlarim, ba'zi biz sunnat deb qaragan ish bor. Agar shu sunnatni ijro qilamiz desak, musulmonlarda tafriqchilik bo'lgan ish bo'lsa, shu sunnatni tark etamiz qarindoshlarimiz. Chunki musulmonlarning ittifoqligi farz. Bir farzni buzadigan ish bo'lib qolsa, u sunnatni ijro qilmaymiz. Bir bid'at ish bo'lib qopti. U bid'at ish bak cho'ng aqidaga taqishadigan cho'ng bid'at ish bo'lmasa, bir musulmonlarning ittifoqligini buzdigan ish bo'lsa, u bid'atga ko'z yumamiz. To'g'ri, uni o'zimiz qilmaymiz. Haq so'rab qolsa, qilmanglar deymiz. Ammo boshqalar qilsa, boshqalar bilan suqishib, urushib tushunmagan odamlarga, "Voy sen ani qilding, mani qildim" deb, "Ma ittifoqligini buzdigan ishni qilmanglar." Buning dalili bu mening gapim emas, bu Kusanining gapi emas. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam Oysha onamizga mundaq degan: "Ey Oysha, navoda sizning qavmingiz mush islomga yangi kirgan bo'lmasa, bularning islomga kirishi nihoyatda qisqa vaqt bo'lmagan bo'lsa, bular bir yangi musulmon bo'lmagan bo'lsa, men Ka'bani o'rib tashlab, hozirgi xoni Ka'bani o'rib tashlab, osh Ibrohim alayhissalom qandoq sog'an bo'lsa, shundoq salatdim. Hey Oysha deb Rasululloh ulug' kichik tinib hasratlar bilan bu so'zni degan qarindoshlar. Ya Aysha-tu, laula qawmuka hadisi ahdin bil islam lahadamtul Ka'ba wa banaytuhu ala qawaid Ibrohim. Ya'ni bunda deganlik qarindoshlar, mush o'z vaqtida bir kalkun kelish bilan Ka'ba o'rilib tushgan. Shuning bilan Makka mushriklari bu Ka'baning ulug'ligini bilganlikdan mush Ka'bani faqat halol milvizlan salayli deb halol molni sasa Ka'bani butunlay sep chiqishga yetmaganlikdan hozirgi hittim deb atiladigan Ka'baning bir bo'jikini tashlab qo'ygan. Rasululloh nim deydi: "Hey Oysha, men mash fitna fasoddan, bo'lgunchilikdan, musulmonlarning tushunmay o'zaro tafriqchilik chiqishdan qo'rqmasam, men Ka'bani Ibrohim alayhisalom qanday sog'an bo'lsa, shundoq saltim" deydi. Shuning uchun biz bu hadisni nima tushunamiz? Biz tafriqchilik bo'lgan ishlarni, sunnat ishlarni biz sunnatni deb musulmonlarga bo'lkinchilik qilmaylik qarindoshlar. Bu shariatda qarindoshlar. Shariatda mundaq bir masalani tushuninglar. Islom demak aqida demak va shariat demak. Islom demak aqida demak, shariat demak. Aqida deganimiz qarindoshlar, aqida deganimiz Allohga iymon keltirish, Allohning payg'ambariga iymon keltirish, Allohning rasuliga iymon keltirish, oxirat kuniga iymon keltirish, malaikalarga iymon keltirish. Mana bu aqida qarindoshlar. Jannatga iymon keltirish, do'zaxga iymon keltirish, mushlarni hammani aqida deymiz. Mana bu aqidada faqat ixtilof yo'q qarindoshlar. Buni hech kim o'zgartirmaydi. Bu islomningki o'zgarmaydigan bir qismi. Buni bilishimiz kerak. Bu hech kim bu aqidada o'zgartish kirgizmaydi.
Odam alayhissalomning aqidasi qanda bo'lsa, hozirgi mu'min musulmonlarning aqidasi shunda qarindoshlar. Aqidada o'zgarish yo'q. Ammo shariat masalasiga kelsak, shariatning o'zgaradigan, zamonga moslashib davomli o'zgarib turadigan va o'zgarmaydigan yerlar bor qarindoshlar. Aqida faqat o'zgarmaydi. Muqim Alloh qandoq tushirgan bo'lsa, Rasululloh qandoq e'tiqod qilgan bo'lsa, Odam alayhissalom, Nuh alayhissalom, Yusuf alayhissalom, Yunus alayhissalom qandoq e'tiqod qilgan bo'lsa, e'tiqod o'zgarmaydi. Ammo shariat ikki turga bo'lindi. O'zgaradigan qismi, o'zgarmaydigan qismi. O'zgarmaydigan qismi Qur'oni Karimda aniq oyati bilan va ma'nosi aniq oyatlar bilan, sahih hadislar bilan, ma'nosi aniq konkret hadislar bilan kelgan masalalar o'zgarmaydi. Namoz 5 vaqt o'qish, namozning vaqti, zakotning 2,5% bo'lishi, o'g'rining qo'lini kesish, bu shariatning o'zgarmaydigan qismi bo'ldi. Buni prinsipal masalalar ulamolarimiz, ya'ni prinsipal masalalar, usul shariat deb atadigan. Shariatning asos qismi, prinsipal qismi, kulliyat qismlari deb atadigan. Bular o'zgarmaydi. Ana ham bir qism bor, ya'ni shoxchi qismlari deymiz. Ya'ni shariatningki ikkilamchi masalalar, shoxchi qismlari. Bularcha zamonning, makonning va shaxsning sharoitiga qarab turib davomli o'zgardi qarindoshlar. Shuning uchun biz bir masalaga 4 xalifaning 4 xil fatvo berganligini, hatto Rasululloh bir xil fatvo bersa, Rasululloh o'lib ketgandan keyin Umar roziyallohu anhu, Ali roziyallohu anhu uning o'xshamagan fatvo berganligini ko'ramiz. Nima uchun desa, islomdagi shoxchi masalalar shariatning prinsipal masalalarining ro'yiga asosan fatvo chiqarildi. Shariatning maqsad nishoniga asosan far'iy masalalarni shuning qarab o'zgartirdi. Nima uchun bunday bo'ldi desa, shariatning elastiklik har zamon, har makonga moslashishdan iborat bu xarakterni saqlab qolish uchun Alloh jalla jaloluhu shariatni bizga mushunda qilib bergan. Unda bo'lgan ekan qarindoshlarimiz, mushu talashqan, mushu peshindan jumadan peshni o'qiymizmi, o'qimaymizmi 30 yil bo'ldi. Juma kuni asal muborak deymizmi, demaymizmi? Amin deymizmi, demaymizmi? Qo'l ko'tarimizmi? Mush ishlarni talashmang qarindoshlar. Buni agar bid'at bo'lsa sil qilmanglar. So'rasa qilmanglar danglar. Ammo qon adam bilan urushmanglar. Chunki Uyg'urlarning hozir u masalani tag'ilishga ham vaqti yo'q. Chunki pichoq galg'i keldi qarindoshlar. Hozir bizningki muhim masalalarimiz Uyg'urlarning mavjudlik masalasi, Uyg'urlarning musulmon yashash masalasi, hayotlik, mamatlik masalasi bo'lsa, nadiki dinni tushunmagan, dinni faqat shaklni tutib olgan ba'zi yaxshi niyatlik jahil qarindoshlarimiz davomli mushundoq ushshoq masalalarni bazoga solib, mu'min musulmonlarni tafriqchi qilib, mu'min musulmonlarning zihnini, mu'min musulmonlarning diqqatini boshqa qimmatsiz ishlarga burmalab musulmonlarni avor qilib kelmoqda. Mushundoq odamlarni topsanglar, chiroyli nasihat qilinglar, bo'lmasa yetim qoldiringlar. Chunki bular og'izda biz Qur'onga esilimiz, biz hadisga esilimiz deb dog'liq gaplarni qilib, esil oldig'ini ishlarni qisq yamsa uzunmi, soqolni bir g'erish qo'yamsa to'tlikmi, zodi mushu kiyim, mushu zohiri tashqi ishlarni esiludi, ichki javhariy masalalarga tashlaydi. Bizning holimiz mushundoq bo'ladi. Hey shariat to'g'ri, shariat islomda tashqi ko'rinishga ahamiyat bergan. Lekin islomning tub nishoni bo'lsa, insonning ichki dunyosini, aqidasini o'ngshash uchun 99% kuch chiqargan. Mushning kuchgan qarindoshlar. Shuning uchun voy qabristonlikda Qur'on o'qiymizmi, o'qimaymizmi? Voy bu ixtilof tugmaydi, chunki bu cho'ng mazhab o'rtasida bo'lgan ixtilof qarindoshlar. Bir qo'l bilan ko'rishimizmi, ikki qo'l bilan ko'rishimizmi? Uni qilsak bid'atmi, buni qilsak sunnatmi? Jinga sasa, jinga o'ltirmaydigan ushshoq tushak mush masalalarni talishib o'ltirib, hey bizning buninga to'g'ri u masalalarni talishdan vaqti kelar qarindoshlar. Voy o'chaqda televizor o'zimizning bo'lgan vaqtida, gazet o'zimizning bo'lgan vaqtida, tashviqot qurollari o'zimizni bo'lgan vaqtida keng ko'lamli tashviq qilsak, bu tugaydi. Ammo hozircha bunda qilsak, biz bu masala tugatanmaymiz. Shu orqali bizdagi energiya mushning bilan xo'raydi,
musulmonlarning diqqati mushning bilan chechilib ketadi, musulmonlarning ittifoqligi mushning bilan buziladi. Shuning uchun bir odam la ilaha illalloh muhammadur rasululloh desa, 5 farzni, 5 islomning arkonlarini qilsa, men musulmon desa, biz ondan qarindosh, cho'ng masala. Uyg'urlarningki kambag'allikni, Uyg'urlarningki dinni tushunmaslikni, Uyg'urlarning bilimsizlikni, Uyg'urlarga mosh da'vatni umumyuzlik yetmaganligi, qandoq qilib Uyg'urlar u dunyo bu dunyoda rohat, kishilik bir odamdek izzat obro' bilan yashaydi. Qandoq qilsak nijot topadi, qandoq qilsak aqidani butun Uyg'urlarga, mosh 20 million Uyg'urlarga yetkaza olamiz. Qandoq qilsak 20 million Uyg'urlarningki dinini saqlab qola olamiz. Qandoq qilsak 20 million Uyg'urlarning bolalarini dindor aqidli qila olamiz. Qandoq qilsak taraqqiy qilib ma'arifda, bilimda, iqtisodda va umumiy safoda biz oldingi ummatlarning taraqqiy qilgan birinchi dunyo allariga yetisha olamiz degan cho'ng masalani o'ylashmay, hey nima degan jihat juma kuni muborak bo'lsin deymizmi demaymizmi? Voy bir qo'ldan ko'rishimizmi, ikki qo'ldan ko'rishimizmi? Qosbilat, voy qo'l ko'tarib duo qilamizmi, ko'tarmay duo qilamizmi? Qo'l ko'tarish, mushlarning hammasi ikki turlik odamlar. Birisi bilmagan, o'zi yaxshi niyatlik johil odamlar bo'lsa, yana birisi islomning dushmanlar tarafidan atay o'ydirib chiqilgan, musulmonlarning diqqatini burmilatish, musulmonlarni ushaq ishlar bilan mashg'ul qilish, musulmonlarni mushundaq taprichilik qilib qo'yish uchun din dushmanlarining chiqqan ishi. Mush ikki turlik ish insonlarning ishi. Shuning uchun mushundaq ish bo'lib qolsa, to'rlarda taqatmayli, diqqatimizni onunga bermayli. Bu ishni ham jinim qilishim qilmayli. Voy amini iching demsa, ullik demsa, bir qo'ling bilan qilamsa, ikki qo'ling bilan qilamsa duoni. Voy qandoq qilsang qil, oldi bilan savodsizligini tugat. Oldi bilan dinni tushunmasligini tugat. Chunki jinim qarindoshlarim, bu shariatning mushunday nuqtasi bor. Shariatda biz dedik, aqida o'zgarmaydi. Qonun bo'lsa, ya'ni shariat bo'lsa, o'zgardigan yeri va o'zgarmaydigan yeri bor. O'zgardigan yeri shariatning prinsipal masalalari, shariatning asosiy muhim qismlari bularni shariatning 20% egallaydi. Shariatningki juz'iy masalalar yoki shaxsiy masalalar degan shariatning 80% egallaydi. Bular vaqtning, zamonning, o'rinning, shaxsning sharoitining qarab o'zgaraydi. Xalqning urf-odatiga qarab o'zgaraydi. Bu qanday qiladi? Ulamolarimiz shu shaxsning va shu sharoitning, shu vaqtning, shu makonning taqozosi bo'yicha 7 o'lchab bir kesib, shu insonga eng muvofiq shariatning ruhini izchillashtirgan asosda fatvo bichib beradi. Mana bu nuqtani sizlar tushunishinglarni iltimos qilaman. Ya'ni demoqchi bo'lganim, bundaq chupranda ixtiloflarni, bundaq arzimas ishlarni qarindoshlarimiz birlamchi masal qilmayli. Tugimini to'g'i qilmayli, tugini tugmiga aylantirmayli. Aql ishlatayli, tafakkur qilaylik jinim qarindoshlarimiz. Nekamgacha shunday yashaymiz? Musulmonlarning ittifoqligini saqlab qolish uchun qalbimizni har xil kasalliklardan poklaylik. Hasadxo'rlikdan, ko'ranmaslikdan, takabburlikdan, manmanchilikdan, zodi mu'minlarningki birligiga, musulmonlarningki ittifoqligiga ta'sir yetkazadigan g'ayvat qilish, tuhmat qilish, suxanchilik qilish, chekinmoqchilik qilishdan iborat munofiqlarning sifati bo'lgan bu sifatlardan qalbimizni poklasak, bizning ittifoqligimiz chuqum saqlandi qarindoshlar. Jinim qarindoshlarim, biz hamin bir kuni Allohning oldida turib hisob beramiz. Biz Allohning oldida turib hisob berishdan burun hammamiz o'zimizdan hisob olaylik. Chunki hozir hisob yo'q, amal bor, ammo ata hisob bor, amal yo'q qarindoshlarimiz. Shuning uchun shu hisob bor, amal yo'q kuniga bag'ishlik hammamiz o'zimizdan hisob olaylik. Chunki qiyomat kunsi Alloh subhanahu va taolo bizga iqro kitobak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. O'zingning nomi amal daftaringni o'zing o'qa deb o'zimizga iqro qilib, o'zimizga hisob qilib soladi. Shu kun kelishdan burun hammamiz o'zimizni davomli hisob elishga odatlantiraylik. Kunda o'zimizdan hisob olaylik. Har juma kun kechda o'zimizdan hisob olaylik. Oyda bir qatam hisob olaylik. Yilda bir qatam hisob elib, Ramazonni hisob o'zimizni hisob oladigan vaqt qarindoshlar. Juma kuni o'zimizni hisob oladigan vaqt, har kunsi yotqonga berishdan burun o'zimizdan hisob oladigan vaqt qarindoshlar.
o'zimizdan mushunda hisob olaylik. Biz Alloh rizoligi uchun yashaymiz deydi ekanmiz. Biz hayotimizda nurg'un tusoqlarni bosib o'tishga to'g'ri keldi qarindoshlar. Nurg'un qiyinchiliklarni yengishimizga to'g'ri keladi. Nurg'un jafo mushaqqatlarga sabr qilishimizga to'g'ri keladi. Nima uchun Alloh subhanahu va taolo bizni mushunda qiyin masalalar bilan, qiyin ishlar bilan imtihon qiladi? Rost musulmon bilan, samimiy sadoqat Allohni yaxshi ko'radigan musulmon bilan yolg'onchi musulmonni tariq o'tish uchun, ayirish uchun, oltinning zaltaylarini ayirib o'tish uchun, sop oltin qilish uchun mana mushundoq imtihon qilindi qarindoshlar. Shuning uchun biz mushundoq Alloh rizoligiga erishish uchun yashaydi ekanmiz, mushundoq masalalarga duch kelamiz. Chunki bu qonun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ya ayyuhal inson innaka kadihun ila robbika kadhan famulaqi. Ey insonlar, sizlar ta Rabbinglar bilan ushqushib, Rabbinglar bilan yuzma-yuz ko'rishishdan burun jafo tortisizlar. Nurg'un jafo mushaqqatlarni beshingdan kechirsalar. Chunki shayton sizlarni ma'rab turadi. Din dushmanlari sizlarni ma'rab turadi. Havoyi havsinglar sizlarni ozdirman deydi. Mushundoq kofirlarning zulmi va zolimlarning to'sqinliklari va mana mushunga kelisizlar, sizlar mushundoq kunni beshingdan o'tkazsizlar deydi. Demak, imtihon bo'lish bo'lsa, qarindoshlar, Allohning oldida turib hisob berish bo'lsa, biz o'zgartirib bo'lmaydigan haqiqat. Cho'qim men mu'min deydi ekanmiz, bu qiyinchiliklarga, bu dishvorchiliklarga, bu zolimlarning zulmiga duch kelamiz. Buningga cho'qim savrichan, aqlli bo'lishimiz kerak. Alloh yo'lida Alloh rozi bo'lgudek yashash uchun yana Allohning muvaffaq qilishiga muhtojmiz qarindoshlar. Shuning uchun Alloh rizoligi uchun yashaymiz dedik. Bizning cho'ng temimiz shu. Agar sen bu dunyoda Alloh rizoligini ko'zlab yashasang, Alloh rizoligining ustiga har qanday bir maxluqning rizoligini qo'ymagin. U maxluq qanday inson bo'lishdan qat'iy nazar Alloh roziligining ustiga bir maxluqning roziligini qo'ymagin jinim qarindishim. Alloh rizoligi bizning har qanday ishimizda tub nishon bo'lsin. Nima qilayli? Biz mush ishimizda Alloh rozi bo'lamdi, bo'lmamdi degan o'lchamni qilayli. Agar biz xotun olmoqchi bo'lsak, agtagmoqchi bo'lsak, og'ini bo'lmoqchi bo'lsak, safar qilmoqchi bo'lsak, biyaga berib o'ltirib kelmoqchi bo'lsak, nima ish qilsak, butun ishlarimiz, cho'ng ishlarimizni hammasida nishon maqsad Alloh rozi bo'lamdi, bo'lmamdi degan mana bu jin taroziga solsak, bizning hayotimiz Alloh rizoligi uchun bo'lgan bo'ladi. Alloh rozi bo'lgan ish bo'lsa tashabbuskorlik bilan qilamiz. Alloh rozi bo'lmaydigan ish bo'lsa tashabbuskorlik bilan chekinamiz qarindoshlar. Alloh jalla jalaluhu oldirashqa buyurgan har qanday ishqa oldiranglar qarindoshlar. Chunki Alloh bizni o'zimizga foydali ishqa oldirdi. Alloh bizni Allohga yaqinlashtiradigan ishqa oldirdi qarindoshlar. Shundoq ishlar Alloh o'zi yetaklaydi. Shuningga har qanday ishda gap qilganda Alloh rizoligini ko'zlash, masjidga mang'inimizda Alloh rizoligi uchun shunama masjidga minish. Masjidga shundoq ketib qolgan vaqtida ya Alloh, qiyomat kunisi mahsharga maydonida insonlar mushunda minib Allohga bordi deb o'ylab masjidga mang'ayli qarindoshlar. Oqshimisi to'q uchib qilib yoki shundoq qorong'ulikni ko'rgan vaqtida qabrining qorong'uligini Pilsirat ko'rikdan o'tganda Pilsirat ko'rikdagi zulmatchilikni o'ylaylik qarindoshlar. Va shundoqla qiyomat kunisi agar mu'min musulmon bo'lib Alloh roziligi uchun yashasak, Pilsirat ko'rikdan o'tganda Allohning nur berdiganligini aslab masjidga mang'ayli. Mu'minlarning oldidan keyindir nurlar yinib turdi deydi Pilsiratni o'tgan vaqtida. Ba'zi odamlar Pilsiratni o'tgan vaqtida zulmat ichida zulmat o'tdi qarindoshlar. Biz namozda turgan vaqtida Allohning huzuri turgan vaqtida qiyomat kunisi yakki yegona tangdossiz, mislisiz, qudratining cheki yo'q Allohning oldida turib hisob berman degan tuyg'u bilan namozda mushundoq turayli. Yana hayotimiz mushundoq o'ssin. Har bir minutlarimiz, har bir daqiqalar tafakkur qilish bilan Alloh rizoligiga yetish nishoni bilan mushunda o'ssin qarindoshlar. Rukuga borganda, ruku qilganda, sajda qilganda Alloh jalla jalaluhu necha millionlagan kishi orasidan seni tanlab, meni tanlab ruku sajda qilishga muvaffaq qilganligiga
Allohga rahmat etishni unutmaylik qarindoshlar. Har qanday ruku vajada ey Robbim, mush dunyodagi 7 milliard nechuzining insonni ichidan mendek bir bechora bandangni sana ruku qilish sharpiga erishtirganliging uchun, sen meni sajda qilish sharpiga erishtirganliging uchun ey Robbim sana loyiq, sanning ulug'lig'iga loyiq ravishda hamd sanolar bo'lsin deb ruku sajdada mushunda qilaylik, duo qilaylik qarindoshlar. Ruku sajda qilgan chaqda shundoq deyli: ey Robbim, mushu yer sharida 7 qat osmonlarda sana sajda qiladigan, sana ruku qiladigan ajoyib tuman minglab solih bandalaring bor. Ammo mening ey Robbim iltijo qiladigan, beshimga kunchisi yordam talab qiladigan, ohuzarimni etadigan, munglindigan, dadimni tukadigan, shikoyat qiladigan sendan boshqa Rabbim yo'q ey Robbim, meni o'zimga tashlab qo'ymag'in deb mushunda duo qilaylik qarindoshlar. Alloh oldidagi ojizligimizni, Allohga bo'lgan mutlaq muhtojligimizni sajda rukularimizda Allohga deylik qarindoshlar. Mu'min musulmonlarning izzat obro'yi uchun qorong'i zindonda yetayotgan nohaq beguna musulmonlar uchun duo qilaylik qarindoshlar. Bir inson bu dunyoda nima ishni ko'p qilsa, o'lib ketgan vaqtida ko'pincha holatda shu ish ustida o'lib ketadi qarindoshlar. Buni islom dinida oxirgi hayotining yaxshi bo'lishi deymiz. Arabchada husnul xotima deydi. Ya'ni yaxshi ish bilan o'lib ketish deydi. Bir inson bu qonun qarindoshlar. Qonun ko'pincha holatda bir inson nima ishni ko'p qilsa, shu ish ustiga o'lib ketganligi bu aniq. Shuning uchun Alloh rizoligi bizning tub nishonimiz bo'lsa va Alloh rizoligiga yetish uchun savobli ishlarni ko'p qilsak, Alloh rozi bo'lgan ishlarni ko'p qilsak, biz chuqur shu ish ustida o'lib ketamiz. Nima uchun bunda desanglar, chunki qiyomat kunisi biz Isrofil alayhissalom surchilib qabrimizdan o'rnimizdan turgan vaqtida nima ish qilib o'lgan bo'lsak, shu xil holatda qabrimizdan turamiz. Zinoxorlar zino qilgan holatda, aroqkashlar mast holatda, o'g'irlar o'g'irlik qilgan holatda, mujohidlar jihad qilgan holatda mushunda o'rindan turdi. Shuning uchun husnul xotima bo'lish uchun Alloh rozi bo'lgan ishlarni o'zimiz shu ishlarni ko'p qilishimiz kerak qarindoshlar. Allohga samimiy bo'laylik. Allohga sadoqatmanlik bilan ibodat qilaylik. Men sizlarga deyman, siz bir savobli ishni qilsanglar, boshqalarning bilishi, bilmasligi muhim emas. İnsanlarning ko'rishi, ko'rmasligi muhim emas jinim qarindoshlarim. Chunki qalbimizni Alloh biladi. Bizning niyatimizning qandoqligini Alloh biladi. Jazo mukofot Allohning ilkida. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo jannatga kirgizishdan iborat bu huquqni hech qanday bir maxluq bermagan. Chunki maxluq bizning qanchalik samimiy ekanligimizni yoki samimiy emas ekanligimizni bilmaydi. Shuning uchun jannatga kirish huquqi Allohning ilkida bo'ladi. Jazo mukofot huquqi Allohning ilkididir. Shuning uchun har qanday ishda Allohga rostchil bo'lish, Allohga sadoqatman bo'lish, Allohga samimiy bo'lish bugungi darsimizning eng javhar qismlaridan biri qarindoshlar. Oxirsida qarindoshlarim, men bugun sizlarga dedim, dars so'zlamayman. Qalbimdagi o'zim muhim degan u yerdan bu yerdan so'zlayman dedim. Balkim dars ashunda chiqqan bo'lish mumkin. Men safar oldida tug'anliqdan, safar kagacha qosimiz bor, qosimiz yo'q, men bormi, sil bormi uqmaganlikdan men mush o'zimning yurak so'zlarini, o'zim muhim degan so'zlarni sizlarga dedim qarindoshlar. Men yana sizlarga nido qilaman. Sizlarni chaqirma. Ey qarindoshlarim, ey Uyg'ur musulmon yoshlari, ey Uyg'ur musulmon qizlari, biz endi Allohga yuzinaylik. Endi bu g'aflat uyqusidan uyg'onaylik. Voy bizga hozirgachilik o'tkazgan gunoh ma'siyat yetdi qarindoshlar. Endi uyg'onadigan vaqt keldi. Allohga samimiy tövbe qilib, Allohning qo'yniga o'zimizni otadigan vaqt keldi. Taxminan yer sharida kunda 150 mingdan ko'p inson o'ladi qarindoshlar. Kunda taxminan 150 mingdan ko'p inson o'ladi. Ya'ni oxirat safarini qiladi. Kim biladi, ata shu 150 ming insonning qatoriga
men kirmanmi, siz kiramsiz, kim biladi qarindishim. Shuning uchun tövbe qilib Allohning qo'yniga o'zimizni ataylik. Hayotini oq chekish, zahar chekish bilan o'tkazayotgan ey yoshlarim, sizlarning haqiqatga qaytadigan vaqti kelmadimi? Endi bo'ldi qilinglar, endi tövbe qilinglar. Og'izdan tushirmay tamaki chekayotgan ey Uyg'ur musulmon yoshlari, sizlarning shu tamakini tashlaydigan vaqt kelmadimi? Yer sharida tamaki chekib o'lganlarning soni qatnash vaqasida o'lganlarning sonidan jiq qarindoshlar. Allah subhanahu va taolo va la tulqu bi aydikum ila tahluka. Siz o'zinglarni halokatga tashlamanglar. Desa Rasul akram sallallohu alayhi va sallam senda badaningning haqqi va badaningning haqqi badanni sog'lom tutishda vassa sizlar nima deb bu harom ishni kunda necha qatam takrorlaysizlar? Dunyoda tamakiga xajlangan pul, xiroyinga xajlangan puldan jiq qarindoshlar. Shuning uchun men shu tamaki chekayotgan qarindoshlarga sizning tövbe qiladigan vaqt kelmadimi? Sizlarning haqiqatga qaytadigan vaqtinglar kelmadimi? Aroq sharob bilan o'zining yoshligini ma'bud qilayotgan ey yoshlarim, sizlarning hushinglarni topadigan vaqt kelmadimi? Sizlar Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning bu hadisini anglamadingmi? Aroqkash qiyomat kunisi do'zax ahlidan chiqqan qon jiringni ichidi deydi qarindoshlarim. Siz buningdan qo'rqmaysizlar. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam aroq ichib zaboy bo'lib ketganlar jannatga kirmaydi degan hadis sizlarga yetmadimi qarindoshlarim? Men mushu so'zlarim orqali butun Uyg'ur mu'min musulmon o'g'il qiz yoshlarini mana mushunga chaqiraman. Men ochsinglarmiga deyman. Sizlarning o'ratlarni ichib cho'kib ketganda gunoh ma'siyatga sabab bo'lganliginglar yetmadimi deyman. Allah subhanahu va taolaning va la tabarrujna tabarrujal jahiliya, siz jahiliyat davrida yalang'ochlaninglar degan so'zi bilan sizlarni ogohlantirma. Yalang'och yurish bo'lsa insoniyat tarixida o'tkazilgan eng birinchi gunoh va eng cho'ng gunoh va gunoh ma'siyatning eng cho'ng darvozasi ayollarimizning yalang'ochlanib ko'chib chiqishdir. Sizlarning endi tövbe qilib o'ratlarni yepib Allohning qo'yniga o'zingni atadigan vaqti kelmadimi? Hey musulmon yoshlari, ey musulmon qiz yigit o'g'illari, sizlar tugilib olib, uyning bulung'lariga kirib olib, musulmonlarning, ota-onanglarning, qarindishinglarning ishi bilan qaringi yo'q, mushundoq bikinimchilik bilan yashashdan iborat bu paspalatni tugatinglar. Musulmon qarindishinglar bilan o'rlashib yashanglar. Ularning g'imi sizlarning g'iminglar bo'lsin. Ularning tatgan jafosi sizlarning jafoyinglar bo'lsin. Ularning beshiga kelgan kulfat sizlarning kulfatinglar bo'lsin. Yetimlarning beshini silanglar. Beshiga kun tushganlarning qalbiga tasalli beringlar. Ularning ustidagi yukni yengiltinglar. Dil sunuqlarga yordamchi bo'linglar. Eng aqallisi bir tatliq so'zlar bilan, tabassum chiroyinglar bilan mu'min musulmonlarning ichiga singib kirib, shular bilan kech kunduz birga yashanglar. Ma bikinmichilik turmushni tashlanglar. Siz nikemgichilik mushunda yashamoqchi? Musulmonlarga xizmat qilish, ojizlarga yordam qilish bo'lsa, islom dinida eng savobi ko'p, darajasi yuqori savob ish qarindoshlar. Mana buni nurg'un musulmonlarimiz bilmayotdi. İslamda bu aniq ko'rsatilgan turib, musulmonlarning xizmatida bo'lish eng ulug' amal ekanligini bilib turib, musulmonlarimiz buni bilmayotdi. Hamma odam o'zining g'amida, o'zi ibodat qilsa, o'zining bolalarini o'qisa, ma musulmonlar qanday bo'lay demaydi. Voy men bolamni maktabga bormay tarbiyalayapman deydi. Hey sen maktabga bormay tarbiyalayapsan. Musulmonlarning 99% musulmon bolalari maktabga berib ular amsa din bilmas maylama, ular dinsiz qasmaylama. Sen o'zingni mushlarning oldida men mas'uliyatim yo'q deb qaramsan, sen xatolashding. Alloh sendan so'raydi. Alloh subhanahu va taolo bugungi mush darsni anglagan yoshlarimizga insof, tavfiq, hidoyat bersin. Ey Robbim, men faqir bandang yetkizdim. Men mana bugun seni yetkizganligimga guvohchi qilaman.
Mana hozir 300 dan ko'p odam choyxonada anglab o'ltiribdi. Balki boshqa choyxonadan bir necha yuz odam anglagan bo'lish mumkin. Linti bilan bir necha ming odam anglaydi. Ey Robbim, men yetkizdim. Sening so'zlaringni yetkizdim. Payg'ambaringning so'zlarini yetkizdim. O'zimning qalb so'zlarini yetkizdim. Alloh sen guvochi bo'lgin. Bu so'zlarni gap holatida qilib qo'ymay, yoshlarimizning ish harakatida bir reallik aynishqa sen yordam aylagin. Ey Robbim, bizning qalbimizdagi gunoh ma'siyatning qor pardalarini yitib tashlavatgin. Gunoh ma'siyatning qor izli qop-qora izlarini La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh so'zi bilan juvatgin. Ey Robbim, bizni g'aflatdan uyg'otgin. Ey Robbim, bizning beshimizga kelgan kulfatlarni ko'tarvatgin. Bizni islomga qaytirib akelgin. Ey Robbim, yoshlarimizni islomga qaytirib akelgin. Ayollarimizning avlodlari yepishga nisb aylagin. Ey Robbim, qizlarimizga insof bergin. Hajar onamizdek pok bo'lsin. Hajar onamizdek irodalik imonliq bo'lsin. Sara onamizdek ey Robbim, men sening rizolig'ing uchun hayotimda erimga hech qanday xiyonat qilmadim. Erimdan boshqa meni bir erkak mening bir mo'yimni tutmoqmidi deb mushundaq iffat nomusni eng qimmatli bo'ladigan och singillarimizni chiqarib bergan. Ey Robbim, mushu da'vatni anglabli to'xtab qolmay amal qilib va bosh quloqqa yetkizish uchun iroda qilgan mu'min musulmonlarni ikki dunyo muvaffaq qilgin. Ey Robbim, bizni bir minut bir sekund o'zimizga tashlab qo'ymagin. Mana bu biz yashayotgan yer sharida bizdek ojiz, bizdek bir bechora insonlar yo'q. Bizga igi bo'lgin ey Robbim. Bizga igi chiqqin ey Robbim. Bizga ayollarini, xotinlarini qo'g'diyolig'idek bir iymon, islom, vijdon ato qilgin ey Robbim.